Mirzo Ulug'bek ko'chasi, Safari orqasida bitta 3 xonalik studiyaning uyimiz sotuvga chiqdi. Assalomu alaykum hurmatli mijozlar va hurmatli bizani kuzatib boruvchilar. Kirish qismimiz chiroyli prixoja mebel qilingan, uyimiz polностью attachment bo'lgan. O'ng qo'limizda birinchi eshigimiz bu. Общий sanuzi. Sanuzol ikkita bo'lyapti. Bu yerda bitta kattalar yotoqxonasi, barcha mebel jihozlari bilan televizor, konditsioner o'rnatilgan va spalni ichida o'zini sanuzoliga ega. Umumiy kvadraturasi 76 metr kvadrat. 4-qavatda bo'lyapti. Kadastr hujjatlari bor, lifti bor. Bu yerda yana bitta yotoqxona. Va uchinchisi bu mehmonxona, oshxona bilan studiyaviy variant bo'lyapti. Раздвижной oynalar qilingan. Kuxnyamizga barcha texnikalar bor. Samarqand shahri Mirzo Ulug'bek ko'chasi, Orientir Zafar restorani orqasida bo'lyapti. 3 xonalik studiyaviy variantimiz 4-qavatda, 8 qavatlik novostroyka, 76 metr kvadrat, narxi $72,000. Yana savdosi bor. Faqat naqd pulga. Ipoteka рассрочкасы yo'q. To'liq ma'lumotni pastda nomerni qo'ldiraman. Ilohim hammamizga mana chiroyli uylar olish nasib etsin. Video yoqmasa like bosib, bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun podpiska bosib qo'yinglar. Xayr, salomat bo'linglar.